yetib keldi. Yaxshi qo'ling. Hop, sog' bo'ling. Hop. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Ha, ketchi problemalar bo'lib qolib, yoningizga bora olmay turdim. Bo'ldi aka, hali xabarlashamiz. Xo'p. Xo'p aka, xo'p. Alo. Aka, men keldim, tushasizmi? Xo'p. Xo'p, tushuning, xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom akam. Charchamayapsanmi? Tinchmisan? Bo'lyaptimi ishlaring? Sekin. Aka, xullas, arendatorni bir oydan beri oyligi beradigan. Ko'chib qo'yganman. Sharoit ko'ryapsiz hozir. O'shanga o'zim o'tgan hijolat bo'lib, sizga aytyapman. Meni birga o'tib ketsak, nima deysiz? Bo'ldi, bo'lmasa yur, birgalashib boraylikchi oldilariga. Alo. Assalomu alaykum aka. Aka, biz keldik. Nomestasi. Ha, bo'ldi. Ha. Xo'p aka, tushuning. Xo'p. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Aka, xullas oldizga akamni olib keldim. Vaziyat xullas shu. Bu safar oldingizga kelganimizdan maqsad onamiz betob bo'lib, mazalari bo'lmay, og'ir ahvolda bo'lib qoldi. Ro'zg'orda ukamni o'zi ishlaydi xolos. Shunga bu safar arendani pulini eplab bera olmadik. Dori-darmonga pulimiz ketib qoldi. Bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Bo'ldi, sizlarni men tushunaman. Endi nima qilmoqchisiz? Xullas, keyingi oyda ham to'lolmasini bilib turib, mashinani sizga qaytarib olib keldim aka. Qabul qilib oling. Ha, men sizlarni tushundim. Vaziyatlaringizni tushundim. Men ham shunaqa vaziyatga tushganman, bir paytlar qiynalganman. Qancha haqqim qolgan? 6 oylik. Ha, 6 oylik bo'ladigan bo'lsa, men ham bir paytlar sizni holatingizga tushganman, qiynalganman. Oilani o'zingiz boshqarasak ham, o'zingiz o'sha ta'minlasak ham. Onaga qilingan yaxshilik hech qachon zoye ketmaydi. Men sizni tushungan holatda shu mashinani sizga sovg'a qilmoqchiman. Yo'q aka, men buni Oling. oling. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin uka sizdan. Rahmat katta. Mayli. Sog' bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Sizlar ham. Aka, joni sog' bo'lsin.